Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib, bugünkü babda mundaqdaydi. Bir odamning o'ziniki do'stining uyida kichik taharet qilishi va tomni dalda qilishi haqida deb. Bu bab boshda biroz o'tdi bo'lgan. Shundaqdimi yana bu yerda qayta bir ta'kidlashda Imom Buxoriyninki bir o'ylagan tarafi bor. Bu 225. numaralı hadiste İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Osman ibn Abi Shayba degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Osman ibn Abi Shayba Abul Hasan nomi bilan mashhur. O'zi Kufining nihoyatda donglik mufassir, muhaddislardan. O'zining nihoyatda zo'r kitoblari bor, jiq kitoblari bor. Bu kishi Hijriya 160-yillardan keyin tug'ilgan. Bu zot o'zi nihoyatda ko'p hadis rivoyat qilgan İmam Buxari'nin ustazlarından. Mesela Abdullah ibn Mübarek, Vaki deymiz. Müştak kişiler bu adamdaki ustaz bu. Süfyan ibn Uyeyne'ler mesela. Cerir ibn Abdülhamid katarlıq kişiler. Bu kişi hem İmam Buxari, İmam Müslim'nin ustaz oludu. Şonlaşqa İmam Buxari ile İmam Müslim rahmetullahi aleyh bu kişinin hadislerini delil sübtede kabul kılıp üzün kitaplarda bayan kılıp çıkargan. Hatta İmam Ebu Davud, Muhammed ibn Mace qatarlıq kişilərinin ustazı boludu deb qayd qilingan. Ulamolarning bu kishiga bergan bahosida İmam Ahmed ibn Hanbaldan bu kishi haqida so'ralgan. Hamda hadis rivoyat qilgankan, bu hadis rivoyatida ayni vaqtda sanad rivoyat qilgan vaqtida cho'qim bir odamning xarakter mijozi qilmishini surish qilgan ish. Hadis ilmida hadis rivoyat qilgan sanad babida İmam Ahmed ibn Hanbal nayet yaxshi gaplarni qilib bu odam to'g'riliq. Bu odamni men faqat yaxshi deb bilaman deb shundoq degan. Hatto Yahya ibn Ma'in shenjilik, omonatdor odamdi deb sifatlagan. Hatto bu nayet puxta deb bundoq ma'lumotlar berilgan. Endi faqat bu odamningki Jariru Zabin ismli bir odamdan munkar bir ishki hadisni rivoyat qilib qolg'ach qilam. Bu odamni sal İmam Ahmed ibn Hanbal ochiqlagan, g'azablagan. Mushuklar bir katta ishlaydigan odam turib, bu munkar hadisni nimishqa rivoyat qiladi degan. O'zini ayt ishlaydilik bo'lishlar bir g'oyat xushchaqchaq odam ekanda. Bu tarafini Alloh kechirsin degan. Nimishqa hatto bu Qur'onni o'qib, Qur'onni varaqlab tutmadi aytdi, o'yinchaqchaq hazillarni qilgan. Qo'yib ketdi. Ammo bu biz hozirgi demoqchi bo'lgan hadisni rivoyat qilganda bu odam Jarir degan kishini. Bu Jarir degan ustozni bak yaxshi ko'rish kerak. Bu odam bir qitim mundaq deb qopdi. Bu Isoq ibn Ravi qachon o'ladi? Isoq ibn Ravi İmam Buxorining ustozi bo'ldi bo'lmasa. Sahih Buxorining yezilishi turtki bo'lgan sababkorlarning biri. O sendek bir adam müştak gapni damoda bir so'rabdi-da bu odamdan. Degandan qo'y. O'lib ketsa Jarir ibn Abdulhamid menga o'ng'ich qolatdi degan. Ammo lekin Isoq o'lib ketdi, 5 oydan keyin bu odam o'lib ketgan. Demak, bu yerda ustozni tanishish, ustozni aytdim monofil qilib bilish bularda oshing ilmi butun manqositda. Men o'rgansam, egallasam bo'ladi. Deb bu ilmi bo'lgan tashnalikdan shunaq bir gaplarni deb sog'an. Endi bu Osman ibn Abi Shayba deydi bizga Jarir hadis so'zlab bergan edi. Mana talashqa ustozi shu. Jarir ibn Abdulhamid. Bu kishi Mansur Abu Vail'dan, Abu Vail Huzayfa'dan rivoyat qilyapti. Asosan bu raviylar ko'pincha o'tgan. Mansur deganimiz Mansur ibn Mu'tamir degan kishi shu. Abu Vail degan Shaqiq degan kishi shu boshda o'tgan. Huzayfa payg'ambarimizningki eng buyuk sahobalardan. Payg'ambarimizning faqat istixbarat ishlariga oid mas'ul sahoba, sohibi sir deb nomi bor. Bu kishi rivoyat qilyapti. Bu kishi deydi, men o'zimni ko'rdim deydi. Men ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz Peygamber aleyhissalatu vesselam bilan men birga ketayotgan deydi.
Bu yerda ben özümni ko'rdim degan gap bu cümleni texmi kuchlantirish bo'lishi kerak. Chunki bu yerda o'zimni va men deb bu yerda ham foilliq, egilik va shunaqla maf'ulun bi kelimasi ikkisi tang bu yerda birlam mavjudda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kishilarningki bir tomning oqistiki kishilarning bir axlatxonasiga kelib qoldida Rasululloh sizlarning birog'lamush o'rnidan tug'andek o'rturiblam kichik tarif qilyapti, ya'ni siyvatdi. Va Rasulullohningki yan tarpigirak o'tdim, men yiroqroq turdim deydi. Payg'ambarimiz menga ishorat qildi. Chunki tarif qilayotgan vaqtda gap qis bo'lmaydi. Shu payg'ambarimiz ishorat qildida. Maka degandek. Rasulullohning qishig'iga keldim. Rasulullohning shu qadimi, ya'ni keyni tarafida turdimda taratdim bika bo'lgan qadar shu yerda turib turdim dedi. Bu nima deganda tapanning tuy kelib turg'ini. Ya'ni Rasulullohni daldiq qilyotdi. To'siyotdi kishilar ko'rib qolmasin deb. Amaliyotda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam yo'q yerga borib, yiroq yerga borib tarat qiladi. Bu yerda imkoniyat bo'lmadi. Biz boshqa hadisda deganga o'xshash Qozi Iyozniki deyishcha Rasulullohning kichik tartib qistab ketgan, bek yiroqlab ketsa ziyonlanish ehtimoli bor. Shunga Rasululloh tezlab odamga yaqin orliqdilam o'rtirib bosim siyvatgan deydi. Chunki suydiqni bak yig'ilish, qista va bu suydiq tutilish bu ziyonliq bu badanga. Bu hadisda mana o'rtirib siysimi bo'ladi degan tushuncha kelib chiqyapti-da. Hamda o'tirib turib siyishninki afzallik haqida biz bir necha mazmunlarni boshda bir sinib o'tdik. Payg'ambarimizningki bunda o'tirib turib siygan tarafimi bor, o'rtirib siygan taraflarimi bor. Shunlashqa bir qism ulamolar buni durust deb qaragan. Masalan, Shomiy degan ulamo. Ammo Anvar Shah Kashmiriy deydi, bizning bugungi bu zamonimizda bu o'rtirib siyishga imkon bor chek qo'yish kerak. Buning xotim berish kerak. Chunki bu ahli saliblarningki qilmishlardan ahli saliblar o'rtirib siydigan bir ularningki bir turmush odati bu. Hech bo'lmaganda bu makruhlik darajasiga tushib ketmasi kerak deb qaragan. Ya'ni ahli saliblarga xristianlar qarshi bir odat yetildirish kerak deydi bu yerda. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu o'rtirib siyganlikni Rasululloh o'zirlik deb qaragan. Chunki Rasulullohniki bu shu tizda og'riq bor degan. Bu hadisda zaifroq bo'lsa-mu, bu og'riqlik ehtimoli yiroq emas deb qaragan. Shunlashqa Imom Shofiy rahmatullohi alayh arablar o'rtirib siyishniki sababi arablarniki. Bu bir bel og'riq bor ekanda, bu shu badanda shu bel og'riqini shundoq saqaytir ekan. Yoki shunlashqa shu bel og'riqini davolash asosida o'rtirib siydigan avvallarni mavjud deyilgan. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu yerda o'rtirib siyganlikni asosan ulamolar buni bir sabab ko'rsatishga tirishgan bu jihatda. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.